Benim tıkırcı şunu Az tutuş gerek. Az aytib tushdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bankimizga xush kelibsizlar. Bankimiz har haftasiga 2 martadan mana shunday fuqarolar bilan uchrashib, fuqarolarning banketlari bo'yicha bo'ladimi, yoki bank xizmatlari bo'yicha, hokazo xizmatlar bo'yicha, tushunmagan savollar bo'yicha javoblar berib o'tamiz. Bugungi uchrashuvimizda kimda savollar bo'lsa, bank to'g'risida, marhamat qilgan savollar bo'lsa, kreditlar bo'yicha bo'lsa, bemalol savol bersa javob berib o'tamiz. Marhamat, kimda savol bor? Marhamat. Kelim tıkırcı şunu iş gerek. Siz şuna kredit falan. Demak, kelingiz siz. Albatta hozirgi kunda bankimizda ushbu ishsiz fuqarolarga bank dasturlari bo'yicha kreditlar ajratib o'tyapmiz. Qanday kreditlar? O'zi bank degan fuqarolarga oxirgi oy 2 oy ishsiz bo'lsa, ishsiz fuqarolar bo'lsa, o'zimiz bank deganlar bo'lsa, qanday bank qiladi? Soliq olganda o'zini bank qiladi. O'sha bankda bank qilishning turlari ko'p. Qishloq xo'jaligi yo'nalishi, xizmat ko'rsatish yo'nalishi va hokazo. Demak, xizmat ko'rsatish yo'nalishi o'zi sanab o'tsak, demak, bizga ko'mak bo'yicha bizga birinchi qadam bo'yicha 5 million so'mgacha beryapmiz 12 muddatga. Bizga ko'mak loyihamiz uchun 12 million so'mgacha beryapmiz 2 muddatga va mahalla loyihamiz 60 muddatga beryapmiz. Imtiyozlar 24 oygacha imtiyozlar bilan kreditlar beryapmiz. Har xil shaklda beriladi. Ayollarga 23%, erkaklarga 24% beryapmiz. Bunda ushbu nima hujjat kerak? Birinchi navbatda pasport kopiyasi kerak. O'zingiz bank bosh guvohnomasi kerak va uchinchi shaxs kartaligi yoki sug'urta polisi orqali ta'minot qilib ajratyapmiz. Demak, mahalla loyihamizda 50 million so'mgacha beryapmiz. Plastik karta ochib beriladi mijozga va plastik karta tushib beriladi. Plastik karta tushib berilgandan keyin o'sha mijoz, masalan, kelingiz xohlagan sovg'a. Mana bu. Chorvachilik qilmoqchiman-da. Shuna bir chorvachilik bo'ladi. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha men yuqorida ta'kidlab o'tdim. Mahalla loyihasi bo'yicha dasturimiz bor. O'sha mahalla loyihasida men yuqorida aytdim, o'zi ishsiz bank fuqarolar bo'lsa, o'zi bank degan bo'lsa, qishloq xo'jaligi yo'nalishi o'zini banklari, chorvachilik kiradi. 50 million so'mgacha berilyapti. 2 yil imtiyozlar bilan plastik karta tushirib berilamiz. Erkak kishilarga 25%. Plastik karta ochib tushirib beramiz. Bemalol mahalliy chorvamonlardan yoki boshqa naslda chorvamonlardan bemalol bozorda o'sha sotib olib o'z qo'lingiz qilsangiz bo'ladi. 50 million so'mgacha berilyapti. Bu albatta hozirgi aytganimiz har bir mahallada mahalla agentlarimiz bor. Mahalla bankirlarimiz faoliyat yurityapti. O'sha mahalla banklariga kelayotgan shu hujjatlarni tayyorlash bo'yicha o'sha mahallalarda har mahallada mahalla agentiga uchrashsangiz tushuncha beradi va mahalla vakillari bilan tavsiyanoma beradi. Sharoitingizni o'rganib chiqadi. Qisqa vaqtda oladi. Uzoq vaqtga cho'zilmaydi. Marhamat, yana kimda savol bor? Marhamat. Talaba kredit bo'yicha. Talaba kredit hozirgi kunda talaba kreditlar faqat sirtqi yo'nalishdagi talabalarga kredit ajratilyapti. Fuqarolarga, ayol qiz bolalarga Prezidentimiz tomonidan imtiyozlar qo'llanilgan. Ya'ni hozirgi kunda sirtqi bo'limiga o'xshab kirgandan keyin o'sha oliygohlar ustiga rahmat. Mana shunaqa savol-javoblar bo'lsa, agar tushunma savollar bo'lsa, yuqorida ta'kidlab o'tdim, mahallalarda agentlarimiz bor, mahalla agent bankirlarimiz bor. Bemalol bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat.